TikTokdagi bitta obunachimiz bitta Monza qo'ydik. Qimmat bu deyishdi. Do'stim, sizga hozir men bitta Monza ko'rsataman. Bitta olib hech qanaqangi rasvot qilmasdan haydab oladigan Monza ko'rsataman. Kutib oling. Monza 1.5. Qop-qora bunaqangi qalampirlarni ham qo'yib qo'yilgan. Balonlarning holatini ko'ringlar. Juda ham yaxshi holatda. Tonirovkalarni ham ruxsati bor. Do'stlar, mana buni ko'ringlar, ichini ham bitta ko'ringlar. Toza qilib haydalgan mashina. 2023-yil bor yo'g'i 32 ming kilometr yurgan. Balonlarning holatini ko'ringlar, o'zini turishini ko'ringlar. Do'stlar, men sizga hozir bitta narsa ko'rsataman. Daji zapaskasi ham tushmagan. Daji mana ko'rishingiz mumkin. Zapaska ham tushmagan. Zo'r holat, dahshat bitta Monza topib qo'ydim. Narxini ham shikalatib qo'ydim. Endi hech qanaqa bahona topa olmaysiz. Bo'ldi endi. Endi pulini sanab olishingiz kerak, do'stim. Bor yo'g'i 32 ming yurgan mashinani hidi ham turibdi, do'stlar. Akalari bilan juda ham ko'p talashdik. To'g'risini aytishdi, yaxshi insonlar ekan. Talashib 15750 ga dogovor qildim. Xudo xolasa do'stim, sizni kutyapti mashina.